ekilish jarayonida 200 kilodan amofoz, keyin 100 kilodan sulfat ammoniy mineral o'g'itlar bilan ekilgan. Boyaga aytganda namlik hisobiga chiqargan bilan suv qo'yib chiqargan joyda bir qarich 20 sm farqi bor. Bir xilda ekilgan vaqti, holati. Asosiysi dehqonchilikda shu ishlar olib bersa, xudo xolasa, hali urug' tanlashda adashmabmiz. Urug'ning holati yaxshi, mana ko'ryapsizlar, tizza bo'yi bo'lgan, hali dori berib suv bermadik hali. Makkani o'suv nuqtasini quritib qo'yadi. Keyin makka yuqori tizza bo'yi bo'lib, tizzadan past holatda antena chiqarib oladi. Juda katta xato bo'ladi. Makka 50%, 70% daladagi hosil nobud bo'ladi. Uni buzib olish kerak qayta. Shunaqa holat ko'p bo'lyapti. Dehqonlar shu holatiga e'tibor bersin. Assalomu alaykum hurmatli hamyurtlar, yurtimiz ahli. Barchaga avvalambor assalomu alaykum. Mana Sardorbek ukamiz bilan mana 2 yildan beri kuzatardim. Bu yil xudo xolasa bu bitta maydonimiz, bitta dalamiz. Bundan tashqari ko'p joylarga dehqonlarga tavsiya qilganmiz. Ko'pchilikka shu 67-900 ektirganmiz. Hozircha xudo xolasa yaxshi holati zo'r. 2026-yil 1-aprelda yerda urug' qadab 60 ga 20 sxemada ekkanmiz. 1 gektarga 27 kilodan urug' sarfi ekilgan. Ekilish jarayonida 200 kilodan amofoz, keyin 100 kilodan sulfat ammoniy mineral o'g'itlar bilan ekilgan. Keyin xudo xolasa yana bitta narsa, biz yog'ingarchilikni hisobga olib turib, yerni namlik holatiga chiqarib oldik, suv qo'ymadik. Shuni hisobiga makka baquvvat, qop-qora, yaxshi erkin chiqdi. Endi ba'zi bir dehqon akalarimiz hali ob-havoda namligini hisobga olmasdan ko'llatib suv qo'yapti Sardorbek. Shuni hisobiga urug' chiqqanda nimjon sarg'ayib chiqadi, tomirlarni qisib qoladi. Keyin vaqtida agrotexnik ishlarni, kultivatsiya ishlarini olib bormaydi. Tomir qisilish hisobiga urug' uje rivojlanishi pasayib ketadi. Undan keyin ishlov beradi va minus bo'ladi. Shu haligi hozir yonimizdagi dalani ham ko'rsatdim sizga. Hozir yog'ingarchilik hisobiga hali ko'p joyda ko'rsatish imkoniyati bo'lmadi. Shuni hisobga olib turib, boyaga aytganda namlik hisobiga chiqargan bilan suv qo'yib chiqargan joyda bir qarich 20 sm farqi bor. Bir xilda ekilgan vaqti, holati. Shuning uchun dehqonlarimizga qisqacha qilib hali o'zimiz ham urug' sotamiz, Xitoy urug'lari bilan. O'zimizning YouTube'da ham guruhim bor, kanalim bor. Qisqa qilib aytganda, avvalambor ekishda hamma narsani ob-havoni, yerni, iqlimni hisobga olganda eksa yaxshi bo'ladi. Undan tashqari fosforli o'g'it bilan, albatta fosforli o'g'it bilan tuproqni, yerni tarkibini tekshirtirib iloji bo'lsa, ishlov berib ekkan ma'qul. Undan tashqari o'simlikni yoshlik mahalida chiqargandan keyin kerakli gerbitsidni berib, begona o'tlarga qarshi ishlov berib, undan keyin topida kultivatsiya ishlashib, birinchi kultivatsiya, mana biz birinchi kultivatsiyani agatida balonni yurgizib, katta balonni agatini solib, ikkinchisi pushtasiga soldik. Ikkinchi daligi ishlov yaxshi bo'ldi. Keyin ancha-muncha kesaklarni maydalab ketadi. Chuqur chizel rixleniya soldik. Undan keyin tarkibida kamida 40% atrofida fosfor bo'lgan mineral o'g'it MPKlardan foydalangan holatda suspenziya qilamiz. Suspenziya qilib, oddiy qilib aytganda, agar bozordan olgan imkoniyati bo'lmasa, oddiy o'zimizning mahalliy amofosni olib, 10 kilo, 15 kiloni qaynoq suvda eritilgan holatda 25 kilodan karbamid qo'shib, shtangil bilan yoki OF bilan ishlov bersa ham bo'laveradi. Asosiysi dehqonchilikda shu ishlar olib bersa, xudo xolasa, hali urug' tanlashda adashmabmiz. Urug'ning holati yaxshi, mana ko'ryapsizlar, tizza bo'yi bo'lgan, hali dori berib suv bermadik ham. Faqat shu yog'ingarchilik, bir marta yog'ingarchilik bo'lib o'tdi. Lekin holati yaxshi. Agar bunga yana 300 kilodan karbamid, 100 kilodan kaliy o'g'itini berib, xudo xolasa suv olib turib, undan keyin 2 marta kultivatsiya qilib turib, yana 300-400 kilodan holatiga qarab mineral o'g'it beramiz. Urug' yaxshi. Endi atrofdagi dehqonlardan surishtirdik, muloqotda bo'ldik. Buturga ekkanlar 100 tonnagacha, 80-90 tonnagacha natija silos olishgan. Bizga asosiysi chorvachilik silos yo'nalishi bo'yicha, xudo xolasa siz bilan bir nima deydi, kelajakda ham yana bir hamkorlik qilish niyatdamiz. Xudo xolasa yaxshi bo'lsa, yana ham bu atrofimizdagi shu Andijon viloyati Qo'rg'on-Tepa tumanida tanishgan barcha tanish fermer xo'jaligi, chorvadorlar, dehqonlarga tavsiya qilyapmiz. Yana ba'zi bir tomoni bor. Bu tomonni qarasangiz, proba uchun dalaning chet tomoniga 1-2 gektar joyga Xitoy urug'ini ekkanmiz alohida. Bir xil vaqtda ekilgan, bir xil ishlov berilgan, lekin bu urug' bilan uni afzallik tomoni o'sishi, barglarining kattaligi, tanasining yo'g'onligi, o'sish jarayoni bir xil vaqtda, lekin 20 sm balandlik usulligi bor ekan boshqa urug'larga nisbatan. Endi hali uzoq yillik, kam 10-15 yillik tajribadan kelib chiqib shu narsani bildikda. Hali ko'pchilik nima deydi? Chiqib olib hammalar o'zini nima deydi, urug'ini, o'zini brendini maqtashi mumkin, lekin hali nima deydi, bu haqiqiy bir hayotdagi ko'rayotgan holati bu. Yomon emas, lekin haligi yana boshqa dalalarimiz ham bor. Hozir bitta daladan bir
ko'rsatyapmiz namuna. Yomg'ir bo'lib qoldi. Ukalarimizga rahmat. Yomg'ir qildingiz. Yo'q, mayli. Yomg'ir bo'lishiga qaramasdan birinchi marta yana kelamiz. Xudo xolasa xalq xizmatida O'rinlarida ham xudo xolasa ukalarimiz yomg'ir bo'lishiga qaramasdan rahmat ukalarimizga xalq xizmatida dalalarda izlanib mana o'zini ustida ishlashyapti. Mana bir-birimizga haligi kerakli bo'lgan ukamiz o'rganyapmiz. Ukamiz bilmagan narsalarni bizdan so'rayapti. Baribir ilmiy tomonlama bilan faktiski boshqa narsa. Dalada ishlagan, o'z ko'zi bilan ko'rgan narsa boshqada. Shuning uchun haligi ba'zi bir haligi dehqonlarimiz dori ishlatishda ham ko'pchilik xato bo'lyapti. Ko'p o'zimizda shu dehqonlar girbitsid bilan nimani zaharni qurtga qarshi qo'shib yuboryapti. Makkani o'suv nuqtasini quritib qo'yadi. Keyin makka yuqori tizza bo'yi bo'lib, tizzadan past holatda antenna chiqarib oladi. Juda katta xato bo'ladi. Makka 50%, 70% daladagi hosil nobud bo'ladi. Uni buzib olish kerak qayta. Shunaqa holat ko'p bo'lyapti. Dehqonlarimiz shu holatga e'tibor bersin. Girbitsidmi alohida, zaharmi alohida. Zaharga misol uchun yengilroq fosforni yo'g'otlar, NPKlar qo'shib ketsa bo'laveradi. Lekin boshqa kuchli narsalar bir-biriga qo'shmasdan reaksiyaga kirishib ketish holati bo'lyapti. Shuning uchun dehqonlarimiz asosiysi kultivatsiyaga keyin buni yana bitta asosiy tomoni umuman chetdan kirib kelayotgan yurtimizda barcha urug'larni vaqtida sug'orish kerak. Uje chanqatib qo'ydi, hoziradi, balki ujalik qamish singari o'raldi, bu uje stressga tushdi. Ertaga donada yoki bo'y bastida nima bo'ladi-da, uje ta'sirini ko'rsatadi. Ko'p dehqonlarimizda bo'lyapti. Mana bitta urug'ni men misol uchun ekyapman. Yonimdagi boshqa dala yo boshqa tumandagi boshqa viloyatdagi odam ekyapti. Bizda bo'layotgan natijani videosini tashlab holatini ko'rsatsangiz ishonishmayapti. Lekin so'rasangiz ba'zi bir dehqonlarimizga asosiy narsani aytib o'tamiz. 40 kun, 45 kun qantarishib qo'yapti makka jo'xorini, suv qo'ymayapti. Gaplashsangiz aksariyat shu Voha tomonda issiq shu zonalarda 40 kungacha makka jo'xorini chanqatyapti. Keyin dorini berib suv qo'yapti. Oxiri nima bo'lyapti? 1.70, boring 1.5 metrda qatib qolyapti. Hosildorlik nihoyatda past. Keyin xafa bo'lyapti. Bunaqa bo'ldi, bunaqa bo'ldi. Endi haligi nima deydi? Bu urug'larni bilan Sardorbek ishlov boshqacha, yangicha usul. Bu endi to'g'ri, oldingi o'zimiz rossiyskiy xrushchov urug'larda bo'lardi. Ularda chanqatiladi. Lekin bu narsa boshqa narsa. Shu dehqonlarimiz asosiy narsa shu yerda xato qilyapti. Shunga e'tibor berib qo'yishini so'raymiz, iltimos qilib qolamiz. Gapingizni bo'lamanki, u tomon teskarisi sholiga o'xshab bo'ktirib suv ham qo'yish kerak. Yo'q, hamma narsani vaqtida. Asosiysi makka jo'xorini nima deydi, chanqatib olmaslikda, oshsa qojiratmasdan uje hozir 15 kunmidi, 10 kun. Asosiysi men tajribadan kelib chiqib bitta narsaga guvoh bo'ldim. Shu chetdan kelayotgan urug'larda 40 kun, boring 50 kun davomida 2 martadan o'g'itdan chiqib, kamida 3 marta, 4 marta kultivatsiya, chuqur chizer rekreniya, kamida 3 martadan suspenziya berilib 50 kun, 55 kunda. Shu holatlar qilingan bo'lsa, undan keyin bu ekkan urug'dan shu o'zi nima deydi, istagan hosil talab qilsa bo'ladi. Ungacha nima deydi, menimcha u ishlovlarni qilmagan odam aytgan natijani bermasa kerakmi? Har qanday urug' bo'lsin, boshqa bo'lsin, u mehnat qilish kerak. Hamma narsani ekib qo'yish oson, lekin uni qarash kerak, vaqtida agrotexnik ishlarni olib borish kerak. Menimcha shu hammaga yetarli bo'ldi shunaqa holat. Xudo xolasa yaxshi Sardorbek. Endi bug'doydan keyin urug'laringiz ham ko'p odamga manfaatli bo'ladi. Xudo xolasa shu asosiysi haligi aytgandek fosfor o'rganib. Shu Sardorbekka ham rahmat ukamiz mana salgan 500 kilometrdan kelibdi mana aka. Xudo xolasa. Nima hamkorligimiz kelamiz, o'rganish uchun kelamiz. Hamkorligimiz bardavom bo'lsin. Yurtimizdagi barcha dehqonlarimiz ishlariga omad. Xudo fayz baraka bersin, nasib qilsa kuzda baland xirmonlar, mo'l daromad ustida ko'rishlik, hamma ko'rishlik nasib qilsa, hamma niyatiga yetsin. Rahmat, sog' bo'linglar, omon bo'ling.